Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ve lel akibatu lil muttaqin. As-salatu vesselamu ala hayri halqi ve sahbihi ajmain. Muhtaram biz otvozlar, hammalaringga mani o'zim nomidan shu kelgan birodarlarimiz nomidan assalomu alaykum deyman. Biz Qo'chqor polvonni Alloh rahmat qilsin, otalarini ham bilgan zotmiz. Vajda bobomdan Qo'chqor akam, aka-ukalarni hammalarini. Bu polvon shunday polvondiki, O'rta Osiyoga taniqli polvonlardan bo'lgan. Biz ko'p ham suhbat bo'lganmiz, o'roq chopganlarni ko'rganmiz, mardligini, insoniylik, odamiyligini, saxovatpeshaligini ko'rganmiz. Endi bu Qo'chqor akamning to'g'rilarida ancha gapirsak, har qancha gapirsak ozda, biz masalan shu polvonni biror marta ko'rmadikki, uloq tushirib ushlagan ulog'ini tushirib ketganligini. Qolaversa, mana shu o'sha davralarda yurgan vaqtlarda biz otlarimizni chopishgan, nechta zo'r otlarni minishgan, Qozog'istonga borganimizda ham shu Berdiquldi to'yida qilgan marralarni ko'rganmiz. Nafaqat Qozog'iston, Tojikiston, bu o'zimizning Qirg'iziston, O'zbekistonda taniqli eng zo'r, zabardast zo'r polvonlardan bo'lgan Qo'chqor akam. Alloh rahmat qilsin, bu zotni bizi birgalikda ko'p, endi biz o'zim polvon bo'lmaganman, lekin otvoz bo'lib shularni birinchi taniganman. 72-yilda tanishgan bo'lsam, to o'lgunlarga qadar bordi-keldiligimiz, oqibatimiz hech qachon yo'qolmagan. Hurmatda, izzatda o'tdilar. Gapirib bersangiz, biz ko'rganmiz, bitta haqiqat gap bu. Haqiqatdan ham Qo'chqor akam o'zini davrini zo'r polvonlardan bo'lgan. Buni tan olishimiz kerak. Deboy joyda gapiramiz, har qanday joyda. Masalan, o'sha Toshkentga boramizmi, Tojikistonda bo'lamizmi, Qirg'izistonda bo'lamizmi, qayerda bo'lsa ham shu polvon to'g'risida ko'p gaplar eshitganmiz. Men ko'zim bilan ko'rganman bu insonni. Qolaversa, endi shunchalik hurmat qilib, mendan shu ikki og'iz so'zni iltimos qilsalar, kelganlaringga ming rahmat. Mana uni o'rnini bosadigan o'g'illari, nabiralari chiqsin, o'shanaqa Davurdaqanga, Davursiz Qo'chqor akamdaqanga polvonlar ko'paysin deyman yurtimizda. Ilohim mana shu Qirg'iziston, Tojikiston hammamiz bordi-keldiligimizni Alloh bundan ziyoda qilsin. Biz nimagaki Turkiy xalqlarga kiramiz, hammamiz bitta odammiz. U Qirg'iz, Tojik, bu degan gap so'z bizda yo'q mana. Qanchadan qancha yurgan bo'lsak, Qirg'izistonga boramizmi, Tojikistonga boramiz, qayerda bo'lsak, bir-birimizga hurmatda keldik. Qo'chqor akamlar ham xuddi bizdan ziyoda olib yurishganmiz. Mana shu O'zbekistonda yurib, nihoyatda sher dasturxon qachon borsak, "Solxon keldingmi uka? Mana bir piyola choy" dedi, gaplashib. Endi otvozliklar to'g'risida gapiraman, gap ko'p, lekin otvozliklarda qanday? Mana masalan otvozliklar deganda bitta ot da zo'r otingiz bo'lsa, 1 yil, 2 yilda dunyoga tanilib ketasiz. Polvon bo'lsangiz. 10 yil, 15 yil dasturxon yozsangiz, keyin o'shanda tanilishingiz mumkin. Bu otvozlikning xislati mana shunda. Haqiqatan ham bu otvozlikda davom etuvchilar ko'paysin bundan buyog'iga. Mana yurtimiz tinch bo'lsin, ikki yurt. Hammani yurtida tinchlik, xotirjamlik bo'lsa, ularlar ko'paysin, polvonlarimizga Alloh kuch-quvvat bersin. Endi nima deyishimiz mumkin? Endi shu Qo'chqor akamning to'g'rilarida har qancha gap gapirsak ozda baribir. Zo'r insonlar, polvonlar. Bu gilam to'g'risida gapirib gilam nima qilasan? Bu reklama ketayotgan. So'ralyapti. Qaysi to'yda qolgansiz? Qaysi to'yda qaysi otingiz olgan? Bu Usmali Cholni o'g'li Haydarboyda to'ylarida otim 9 ga tashagan. 9 ga tashaganda bir gilam, kigiz, to'y, tuya hammasini bitta qilib tashagan, 9 ga tikilgan birinchi kuni. Qo'chqor akamning rahmatli o'zlari shatda turganlar. Bir yetalab kelganlarmi, shunaqa bo'lgan. Yordam qilishgan muqimga. Hasan polvonni o'g'li muqim tashaganmi? Ha, Hasan polvonni o'g'li muqim tashagan. Alloh rahmat qilsin. Shu muqim polvonni bolasi hozir salom aytyapti sizga. Salomat bo'lsin. Mirzabek. Rahmat. Ular ham kelaman bizda fursat bo'lmadi, hech bordiki.
Qur'on polvon haqida ham ayting. U ham meni ustozim deydi, Qo'shqor aka deydi. Salomon akalar otlarni ko'p chopganman. yo to'rg'ilamizni chopgan. Haqiqatda Qurbon o'sha bu tomonda yaxshi polvon edi. Lekin Qo'chqor akamlarni ustoz deganligi uchun rahmat shu bolaga. Men xursand bo'ldim. Chunki haqiqatdan ham Qo'chqor akam bu hozirgi vaqtda endi Alloh rahmat o'tib ketdi. Endi bu agar hayot bo'lganlarida hammasini oqsoqol bo'lib yurardilar-da. Действительно birinchi ular qachon rivojlandi? 80-yilli bag'idan rivojlangan bo'lsa, o'sha 80-yilli bag'idagi eng zo'r polvonlardan Qo'chqor akam bo'lgan. Ma'rif akam. Misolda to'g'ri gapirish kerak-da, buni haqiqatda gapirish kerak. Turdivoy akam bo'lgan, lekin bularning ichida haqiqatan ham Qo'chqor akam zo'r edi endi. Men biror marta ko'rib ha, Qo'chqor akam biror marta o'shaga ularni tushirib ketganini yo bir nima qilganini bilmaymiz-da. Keyin yoppa chopilarda oyoqda oshirib, qiyqirib jo'raganda xalq o'rnida turib olardi-yu, dodda olardi. Abdurasul akam rahmatlilar. Abdurasul akamlar endi ag'da bu Oloylarda zo'rlik qilishgan, Oloyga ham borganmiz. Lekin Farg'ona oblastimizni ulag'i ippodromda bo'lardi. Hatto haqiqatan Abdurasul akamlar katta buzoq so'ylardi, 100 kiloni yonaverida. Ha, 100 kiloni yonaverida bo'lardi. Disfitini ko'tarib solardi. Ashularni ham tengma-teng Qo'chqor akamiz solib yurganlar. Ko'zimiz bilan. Tashlaganini ko'rmaganman men hech. Men tashlab o'tganini ko'rmaganman. Ha, Qo'chqor akam haligi ko'p gaplashib qolamiz-da. Lekin tukalarni tashlamaymiz. Qo'chqor akamda agar shu uloq oyog'i ilaksa, uloq chiqib bo'ldi deydi. Ana shu uloq oyog'i bilan shu tepishi bordi uni. Bitta tepganda shunday qilib qolardi. Yo, taktika kuchli edi Qo'chqor akamda. Taktika kuchli edi. Katta akam aytardiki, ana shu Qo'chqorda oyog'iga qaradirdi-da. Shu uloq agar oyog'iga shu yetib kelsa bo'ldi o'shanikidir. Shu oyog'i bilan shunday top tepganda yotib qolardi-da. Ha. Yozda ham oyog'idan etikni yetmasdi. Doim oyog'ida etik bilan. Ha, ular endi hammasi shu bitta tipda o'tganda, masalan, bu etikdachi etik kiygan odamda oyog'i hech qachon og'rimaydi. Biz o'zi bundan chiqib ketdik, etik mana bunaqa har qanday narsalar kiyib, etik mana shu sarg'in mana shu yerda ushaydi, mana boldirini ushaydi. Ko'proq kasal o'sha nimadan chiqar ekanda, shu boldirdan kelib chiqar ekan. Men bitta bilan gaplashdim. Shuni dedi, lekin olib qarasam, dadam ham pastiyani shu etik kiyganlarda. Hamma ko'ti. Raislar esingda bo'lsa ko'proq yuradi, raislar dalalarda. Hammasi o'sha qora, toza xrom etikdan kiyib yurgan. Endi otvozni to'g'risida gapiraman, siz gap ko'pda endi otvozda endi hali ko'chada qolmaysiz. Marralarni ayting. Ha, marralarni endi otini mingan, Usmonjon aka otini mingan. Sobir akam o'sha arabi otini minganda ovozini chiqarib yurishni eslaysanmi? Voy, dod degizdirardi-yu. To'yida Qo'chqor akam o'zlarida o'tgan-u to'y. O'rlik. Arabi o'sha ovoz chiqarib yugurardi, eslayingizmi? Har bitta tashlaganda. Ammo o'sha hali endi boya gapirib o'tdim-ku, Mamat akamdek kurrang bilan o'shani orqasiga otni ko'rmayapman men. O'shanaqangi ot ko'rmayapman. Haqiqiy to'rson degan otlar shular bo'lar ekanda. Arab uloq tashlaganda ham og'zini ochib, esnab, dumlarni bunday qo'yib va mana ular ketib qolardi. Juda yayrab borardi. O'zi o'sha uloqqa tug'ilgan ot deganda o'sha ot. Endi bu ularni Uloq chiqmay qolsa yig'laganini ayting uni xafa bo'lib. Hammasidan ham bitta narsada bitta nozik tomoni bor. Misol ularni ayirib chiqqandagi buni hislatini, buni mazzasini ta'riflashga til ojizda. Ayirib chiqqandan keyin bitta yalg'izlab chiqadi-ku ular, ha? Masalan, yoppami, taqimdami, yalg'iz chiqqanda qiyqirmagan odam
eti junjikmagan odam qolmaydida. Hamma dodni boradi. Qo'chqor aka chiqardi hamda Qo'chqor akanda shuna boridda bittali maydonlarda aylantirganda, yalg'iz otilib chiqib aylantirganda butun xalq o'rnidan turib olardi mana shunday qiy-chuv bo'lib ketardi. Hozir ham bo'lyapti, endi yalg'izlamayapti otlarimiz. Birorta ot yetalab bo'lyapti. Uloqqa olib kelib turib, otlarni moshinadan tushirib, moshinaga deb baylab qo'ysam, Qo'chqor akam turibdi. Abdurahim polvon turibdi. Kim ekan shu? Ashir akamikin? Boqaga emas. Shu ballardan Karim yo Yusuf bo'lsa kerak deb turibdi-da. Hammasi shu arabni Qo'chqor akam minmasa deya arab nima qoldi Qo'chqor akam. Keyin beko'ke bo'lgan. Oti minilmasamsa shab bu arabga yopish kerak-da. Ikkovi ham ko'zi Qo'chqor akamda turibdi. Bunday qarayapti. Qo'chqor akam kelyapti. Keldi, to'g'ri keldi Qo'chqor akam. Ha, otlar mininglar dedi. Dedi, ikkovi ham Qo'chqor akam qarashdi, arabni minsa-da, o'zi biladi, arabni baribir Qo'chqor akam bermaydi. Arab akam arabni shart arqonni eshitdi-da, ahral dedi, arqonni eshitdim. Yuganda so'lg'irda baylagan turdi, eshitdim. Qo'chqor akam mindi, ayni tortdimda, ha dedi. Bayni ko'rdim, ma'qul ketdi. Shu arabni nimasi egari o'mas. Endi otlar. Boshqa dunyo otlariga nima aytarim? Shu immini o'laq uchun tug'ilgan otlar. Ha, endi bu otlarda qanday otlar kelmaydi. Mana nechta ot ko'ryapmiz, unday otni ko'rmayapmiz-ku masalan. Yo'q, hamma Polsha deydi, ad deydi, Yevropadan qancha otlar, Rossiyadan qancha otlar, dunyoni har qanday burchagidan otlarni yetkazib olib kirishyapti hozir. Mana shu otvozlarimiz, shunga ishqibozlari, lekin unday otlar yo'qdi hozir. To'g'rimi? Ha, endi hozir mana bu bitta ikkita tamizda otlar bo'lgan, shu rasmlari yo'qda. Men rasm surishtiryapman. Mana bu yerda Xudo rahmati Mo'minbomi nevarasi o'tiribdi mana bu yerda. Mo'minchor bo'lgan-ku. Mo'minbomi nevarasi menda ishlaydi-da. Rahmatli o'rtog'im o'g'li. Mashinalarda bir ko'kot bo'lgan, xuddi o'shanaqangi. Mana shu Derizlikdan Chorsugacha yurguncha 4 xil, 5 xil yurish qilib chiqardi-da. Tallon ko'k edi. O Normat degan qirg'iz chopgan uni, Normat aka. Amakizmi? Ha, to'g'ri, qarindoshlar. Ana shu Normat aka chopib yurgan shu ko'kotni. O'sha kelincha so'ydam bir dodni gizdirgan. Bilmayman nechinchi yil ekan, o'sha 70, ha, 75 ta bag'ada. 72-73-yillarda gap bu. Nihoyatda o'sha ko'kotni qoyillatganda, unda o'sha Qoqtog'dan Qo'qongacha ot minib kelganmiz. Mana tarixda bor, ko'rsataymi? Yozuvda bor mana masalan. Ma'rif akam bilan men qoluvdim o'sha 71-yilda, 72-yildami, 71-yilda Toshkentda ipodromda ular hosil bayrami bo'lardi. Shunda Qo'qonda isполкомda raisi Mallayev amaki Mo'minbomiga kelgan. 4 ta otvoz bor edi Qo'qonda. Asosiysi Mo'minbom bo'lganda, Mo'minbom bo'lgan. Ana shu odam kelib atgan, somorchi bo'lgan odam, otlar yig'inglar. 6 ta ot yig'ilgan. Mamajon bom, Rahmonjon akam, Meliqo'zi bom, nima Xolmatov, bilding-a? Murodjon polvonning dadasi. Mard, Mo'minbom, Bato rahmatli o'tdi, meni dadasi. Ketyapti, o'shanda birinchi Abdurasul akamlar bilan tanishyapmiz. Vagonda keldi, ikkinchi Qo'qondan hozirgi eski bozordan vagon keldi, vagonda ichida qarasak 10-12 ta ot. Abdurasul akamlar o'tiribdi. Hatta endi oddiy narsa, Toshkentga qarab ketyapmiz. Havasda omonakam 5-6 soat qolib ketdik. Vagonga yukladik. Dasturxonlar ishtimamiz yo'q. Hamma tugunga bor butun olgan, yo'lga chiqdik deb dasturxonlarga xabar dasturxon bo'lgan-ku, o'shanga qaddama, non, pechay qand, o'rik, jiyda, quruq mevalar solib ketyapmiz endi. Toshkentga qarab ketyapmiz. O'shanda bordik, endi hurmat bilan bordik, qaytishga hosil bayrami tugadi. Bitta endi Abdurasul akamning to'g'risida ancha gap bor-da, bu yetmaydi yo gapiraveraymi?
Abdurasul akam rahmatlik bilan birinchi tanishganmiz o'shanda. Toshkentga bordik, hosil bayrami boshlandi. Rashidov tepada minbarda o'tirganlar. Alloh rahmat qilsin. Birinchi O'zbekistonning prezidenti. Rashidov. Qarangki, shatda Krasnodarsk kraydan birinchi kuni alifta polvon kelgan. Ulardan oldin odarmachay bo'ldi. Ot ustida kurash bo'ldi. Otoqdash. Odarma deydi-ku. Geniş. Hammani yiqitdi. Qirg'iz, tojik, turkman, o'zbek hech kim qolmadi. Hozir aytib beraman. Endi atta keyin Krasnodar krayli, ali sim shunaqa baqol ursagan, keyin Abdurasul akam bunday u attida gapiryapti. O'zbekistondan ham bormi shunga chiqadigan deyapti-da. Ikkinchi kuni bo'lyapti endi. Keyin Abdurasul akam rahmatli aytdiki, shunday kelib Mo'min aka, Mo'min aka dedi. Mo'min aka dedi, meni qo'zi bor potoq beringizlar dedi, men chiqaman shunga dedi. Qo'y balam mayib bo'lib qolasan dedi. Mayib bo'lib qolasan dedi, ya chiqaman dedi. Shunday chiqdi-yu. Yuragi tugib qo'ygan ekan, kelib qo'ygan ekan rahmatli Abdurasul akam. Shunday borib turib, shunday bitta o'tdi, shunday u anaqa ofitserskiy tasma bo'ladi-ku, o'shandan to'qib olgan beliga. Shunday ko'tardi, orqasiga shunday riski ko'tarib turib, otni bunday burganda o'zi baqib o'tdi. Shunday ko'tarib, otdan uzib 5-6 metr nariroqqa olib borib, shunday tashatdi, xalq o'rnidan turib oldi. Keyin o'chdi endi haliga. Endi hali joyda endi boshqa gaplar ham bo'lgan. Marif akam tepamizda turibdi, hammasi qiy-chuv bo'lib ketdi. O'zbeklarda O'zbekistonning sha'nini ko'tardi o'shanda. Shu Abdurasul akam rahmatli. Lekin katta narsa va'da qilingan. Endi olishdimi, olishmadimi bizga qorong'i. Endi atdan uloqlar tugadi, bu marosimlar tugadi. Hali qiz quvdi bo'lgan, ot poygasi bo'lgan, hammasi bo'lib o'tdi-da kunda endi. Endi biz kelyapmiz, yo'lda kelyapmiz endi piyoda, yayo. Kelyapmiz. Birinchi Olimxon To'raniga tushdik. Bo'kaga. Olimxon To'raniga tushdik, atda turib, o'sha Oyxon To'rami nimalari, tog'alarimi shuna bo'ladi. Hammalari bir to'ralardan. Tushdik, atda qoldik bir kecha. Boring kelinki Toshkentga 12 kunda kirib kelganmiz-da. Yayov kelganmiz. Endi Oqto'dan minib kelganlar ko'p bo'lgan-ku. Toshkentdan yayov minib kelganmiz otda. Mana hozir shuni nimasini ko'rsataman sizlarga. Syomkasi yo'q-ku, Marif akam bilan gaplashgan nimamiz bor. Qani, u nimamiz? Nimada Haydarboyda to'yda bir qo'chqorga tashadi. Chiroyli qo'chqor berdi. Haydarboy to'yi ham juda fayzli bo'lganda, endi u tomonlarga borsiz, odamgarchilik, insongarchilik bordi-da. Nimagaki, birinchi o'rinda bunday tarixga nazar solib qarasak, bizni bu madaniyatimizga-da o'sha yerda Oqtovlarda mana bag'dan tursa ikkinchi so'z, mana bag'dan lochiq bu lochiqqa yakkachadan tushib keladi 25 ta 30 ot, ha? Sumsardan keladi 30 40 ta 50 ta ot. Qatorlashib tushib kelaveradi. Yoyiqdan keladi Qo'shqor akamlar to'pi bir. U tomoni keladi. Birinchi o'rinda hurmatni qarangki, to'y qilgan odam albatta qoziq qilib beradi. Otlarni bog'lashga. Kelishi bilan shu to'ydagi xizmat qilib yurgan yigitlar, yosh qarimi, endi boshqami, hammasi kelib otini olib bog'lab qo'yadi. Keyin taomlangan kirgizadi. Hurmatni qarang endi, juda ham endi borsak, misol Oqtovlarga borsak, Qo'shqor akamlarga boramizmi, boshqa joyga boramizmi? Otni dupullagan ovozini eshitsa, o'sha qora uydan chiqardi. Chiqardilaring, to'g'rimi? Chiqib, mehmon, kiring bir piyola choy ichib ketingizlar dedi. Qo'shqor akamlar bunaqa narsani ko'p takror mehmonlar kuzatishganda, o'sha yoyiqda turib, biz guvohimiz shuni. Ana odamgarchilik. Endi hozir ham yomon basu, endi qora uylarimiz yo'qolib ketdi hozir. Zamonaviylashib ketdi. Bunaqa u tomonda ularlar sal pastlab nima kamroq bo'lib qoldi, lekin bu tomonda ularlarimiz ko'payib ketdi endi. Men demoqchimanki, o'sha vaqtda endi polvonlar ham bir samimiy, zo'r polvon bo'lganda, o'zini davrini haqiqiy.
Endi Qo'chqor akam o'shanda Tojiboy akamdan, Tojiboy akam jinni Tojiboy polvon va dan sug'urib solib ketgan Qo'chqor akam. Solalmay turgandami, men ko'rmay qolganman. Qo'chqor akam ularni ushlab bir tortganda o'tib ketdi. Borib tashlashdi, bitta qo'yga tashlab berishdi. Rahmatli Qo'chqor akam keyin aytyapti. Endi rozi qilib berdi Qo'chqor akam. Solixon, shaharingga borganda bir mehmon qilib yuborasan. Bo'ldi, tamom. Odamgarchilik, insongarchilik ortiq bo'lganda, o'sha o'zini davrida nihoyatda. Bu polvon Tulgaga bilan ular chopganda hammasi millioner bo'lib ketar ekan, ha? Haligacha Ravshan tilloni kovlab yer tesha bilan chopib yurgan bo'lardi agar. Endi aytyapman, oriyat uchun chopgan polvonlar. O'sha oriyat uchun chopgan polvonlar o'sha Qo'chqor akamlar bo'lgan. Marp akam, Qo'chqor akam, Abdurasol akam shu o'rtada. O'sha Karimgacha bo'lgan davr, Karimlar ham shunaqa bo'lganda, Karim polvonlar ham shuni chopgan. Endi mayli, hozir ham yomon bo'lmayapti. Endi kim nimasi ko'tarsa, choptiryapti. Asosan yurtimizda tinchlik bo'lsin. Shunda gap. Qolgani hammasi bo'laveradi-ku, vaqt zamonga qarab ketaverar ekanda, shunaqa bo'lar ekan endi. Bu uloqda yurganda bu qaysi mamlakatlarga borib qo'noq bo'lib o'sha yerlarda marra qilib keldingizlar? Shu Berdiqul to'yida Qo'chqor akamlar Qozog'istonda Berdiqul to'yida bir qiziq voqea bo'lganda, hatta endi Marp akam rahmatlik bitta otda Abdalim akamga o'tgan ot bo'lgan. Esin Yulduz o'tgan-ku Abdalim boyvachchaga. Unda Valiqo'z akam deydi ot. Qo'chqor akam aylantirganmi bilmayman. Xullas kalom Marp akamga ular oshgan. Ular oshganda shunda bir yalg'izlab chiqdi-da. Demaydigan darajada yalg'izlab chiqdi. Keyin shu bilan talab marraga solalmadi Marp akam, baqa chiqdi. Keyin Qo'chqor akam pastga kim oti edi hozir esimda yo'q-ku, lekin shu nimani otimidi ekan? Hali yo'ldosh bor, Besharqda yo'ldosh bo'lardi-ku, tish doktori. Ashini Jiyron oti edi shigillik. Esimda toshni yo'q, lekin bitta Jiyron qashqa mingan Qo'chqor akam o'shanda. Lekin o'shanda marra qilgan Qo'chqor akam. Bir marra pastga solgan. Nimaga deysiz? O'sha Jiyron qashqa mingani aniq esimda, lekin. Ko'zim bilan ko'rganman. Qozog'istonda battan borib bu yurtda borib marra qilish uncha-munchasiga bassa, hozir ham bassa. Hozir ham bas. O'sha vaqtlarda Qozog'istonga ham borib marra solganda ko'rgan. Sizni otingizni ham chopganlarmi? Ha, Oqtovlarda chopishgan. Ko'proq rayonlarda chopishardi. Bizga rayon uloqlar, asosan rayon uloqlar bo'lardi. Oqtovlarda endi juda bo'lsa 4 ta 5 ta uloq bo'lardi bir yilda. Hatta hamma rayonda shu Qo'qon depara zonasida Bog'dod, Furqat, boshqa hamma rayonlarda 2 kundan uloq bo'lardi. 5 hali 3 kun qilib berardi. Qo'chqor akamlar shunda haqda aytyapar-ku, o'rnidan turib ketardi, yo'q, esingizdami shu ishlar? Xalq o'rnidan turib borardi. Qo'chqor akamga uloq chiqsa, aylantirishardi, aylanmacha uloq bo'lardi. Har bitta prinsipda oldiga borgan qiy-chuv bo'lib ketardi. Lekin o'zini davrini aytyapman, nihoyatda zo'r polvoni bo'lgan, yulduzi bo'lgan. Действительно yulduzi bo'lgan. Zo'ratlarga mingan. Odamgarchiligi qanday edi? Odamgarchiligi ortiq edi Qo'chqor akam. Unaqa bu kichkinaga qanday, kattaga qanday edi? Hammaga bir xil edi. Men bilan endi o'zini bir xuddi aka-ukadek so'rashib, "Solixon qalaysan?" quchoqlab so'rashardi. Biz qatta ko'rishsak ham. Endi ularlarda ham misol bilasiz, endi bu polvon oshi deydi, o'zini davrida haqiqatda zo'rlik qilgan, ularda endi ularni tortib, lekin birovni jilovini ushlab
nomardlik qilgan ko'rganimiz yo'q Qo'chqor akamni. Ularni haqiqatda o'zi ko'tarib solib yurgan. Halollar. Halollab solib yurgan. Biz bir eshitganimiz yo'qda bu odamni nima qilganini. Ajoyib inson bo'lgan. Ha, Qo'chqor akam odamgarchiligi ortiq edi. Aytyapman, Oqtovlarda ko'p qo'noq bo'lgansizlar, yosh bo'lgansizlar. Aytyapman, 80-yilda bag'da, Roshinjon sen nechinchi yilsan? 75. Ha, 75, 5 yashar, bala ekansan. Oxirgi uloqlarda eslaysizmi? Oxirgi uloqlarda. Oxirgi uloqlardimi? Sobir akam to'yiga Nosir keldi. akam to'yiga borganmiz. Nosir akamni to'yigami? Nosir aka to'yiga Oqtovda. Nasrullo akamni to'yigami? Usmonjon aka berdi. Usmonjon aka berdi. Nosir aka bermagan. Nosir aka bergan. Nasrullo akam bag'da bergan. Nasrullo akam bag'da, Usmonjon aka bergan. Endi Shukrullo o'g'liga to'y qilgan. Uni Shukrullo endi nima desam bo'ladi? Ana nimada rahbariyatda organda boshliq bo'lganligi uchun dadasi o'tkazavering deb Elbekda to'yini o'sha yerda o'tkazilgan. Hamma o'zim o'sha yerda bo'lganman. Ancha-muncha narsasida boshqosh bo'lib, boshqa bo'lib. Usmonxon aka boshqosh bo'lganlarda endi o'sha. Yaxshi to'y bo'lgan deydi, men yo'q edim. Ha, ha. Yaxshi to'y bo'lgan. Endi lekin Qo'chqor akamlar o'sha yerda bo'lganda, Qo'chqor akamlar yoyoqda bo'lganda, yoyoqda bo'lgan. Ha, Qo'chqor akam uyda bo'lgan. Endi buncha odamga basta endi misol haligi o'shancha mehmonni kutib, uylarni bo'shatib berib, oilani nara qilib chodirga olib chiqib qo'yib, odamgarchilik qilish uncha odamga basta endi. O'sha bitta tarixga yoziladigan, muhrlangan eng oliyjanob ishlardan bittasi shu ham. Uyda to'y qilib, mehmon kuzatib, uyda bo'shatib berish. Ha, to'yni o'tkazib. Ha, endi uni to'yda mashmashasi bo'ladi, o'ziga yarasha qiyinchiligi bo'ladi. Ayollar u Hazil akam ag'da ayollar mehnat qilmaydi, biz bilamiz uni hammasini. Amir bu u otni olib kelgan. Qayerdan oladi? Nimadan olgan? Mana bu Qirg'izistonda bag'rog'i xatida bitta joydan olgan. U otni olib kelgan yili, Kurenda olib kelgan yilida ot umuman yig'inga bormagan. Noqat tarafdan kelganmi yo? Noqat tomondan kelgan. Noqat tomondan kelgan. Yig'inga bormagan Kurenda ot. Aravaga qo'shdi. Arabaga qo'shgan olib kelganda bu otni. Bular endi bu lo'lilar deb do'ramizda endi lo'lida endi lo'li. Ha, Amir lo'li. Endi bular arabaga qo'shgan. Bular otdan foydalanadi qachonki, misol yozda bahorda chiqib ketadi bular. Bitta chiqib ketgan 1 oy 2 oy yuradi. Shisha butilka yig'ishtiradi. Faqat butilka. Gulta, saqich, shudaga bo'lardi. Loydan yasalgan. Qo'lingizdan tushib ketsa, sinib ketardi. Shudaga choladi, qishlarda vallari shuda keldi, gulta keldi deb olib chiqib beradi uyda butilkani. Shu butilka yig'ib bilan tirikchilik qilardi otda. Keyin kuzda jinda-pinday boqib uloqqa qishda olib chiqardi. Qishda olib chiqardi, o'shalarda qatorda bu ot kelgan. Amirbom. Lekin Amirbom bu otni undan oldin bitta to'riq oti bo'lgan. O'sha otlarni ham uloqqa deb boqib yurgan Amirbom. Keyin bu Kurenda olib kelganda bu otni bilmayman endi aravaga qo'shganini olib kelganmi, xullas uloqqa choptirganini olib kelganmi, uni men bilmayman. To'g'risini gapirish kerak, lekin Aravada yuruvdi-da. Men unisini aravada yurishga sabab o'sha sotib olganimni yuborib, shunga Amirbom otni aravaga qo'shib olib bordi. Keyin ayvonga olib kirib otni bayladi. Keyin ot o'shanda otni go'shtlari keyib qolgan ekanda. Keyin ot chiroyli narsa kelgan, kurang narsa. Keyin qo'mondon o'yladiki, arzonroq bo'lsa olib qo'ygisi bor qo'mondon. O'shanda sotib olgan oti endi yoshi 15 ga borib qo'ygan. Qora qashqas. Ha. Keyin Amirbodan otni so'radi.
Komil akangmi? Ha, komil. Rahmat. Sotib oldi ekan men katta. Keyin otni dedi, sotasizmi? Dedi. Sotaveraman komilga. Sotardi-da ular. Ha, komil taomga aytdiki, oxiri ikkovi 5000 ga kelishdi. 5000. 5000 ga, ya, 5000 ga kelishdi. Hozir o'sha yerda bo'lib turgan ishda ot yangi kelgan payti ekanda, keyin taom aytdi, bu otingizni 5000 ga oladimi dedi. Ana qora qashqani eng qimmat olgan 1000 so'mga olganman dedi. Ha, Amirbo 5000 deyapti. Ha, yo, Amirbo 5000 deyapti. Ha, shuni. Ha, keyin shu bilan katta qo'ysangchi, aravaga qo'shgan otingga 5000 beramiz. Bu Aynala borib, o'sha yerga kim qanchaga sotilgan? mana hozir men aytib beray buni. Amirbo bu otni choptirolmagan. Oldini ko'tarib norchakalar Rishtonda borganda Qo'chqor akamlar chiqarib tashlagan otni. Yig'indan Rishtonda. Ot olinglar, oldini ko'tarib chappanglar yurganda uncha odam bosib qolgan. May qilib kelganda, keyin shunda Amirbo pasayib kelib, keyin keyingi yiliga boqdi keyin otni. Keyingi yiliga boqib, sovutib, zo'rligini ko'rsatdi. Shunda Chag'alida Azam aka bordi-ku, doktor, mol doktori. 3200 so'mga barakasini olib keldi. Amirbodan, Mo'mbomga. Bo'ldi, olaman dedi. Yaxshi ot bo'lsa olaman dedi. Keyin xullas qaram, hali joyda Tojiboy polvon kelib qoldi. Tojiboy polvon kelib qolib, keyin hali Vaska to'g'ri olingan. Bag'dodda uloq bo'lgan o'sha kuni, Bag'dodda uloq kuni men bora olmaganman, ko'rmaganman. Shuni qirg'izlardan sotib olingan. Amirbomi oti qoldimi? Keyin bir oycha boqib sovutgandan keyin Besharda uloq bo'ldi. Besharda uloq bo'lganda, endi qarasangiz, haqiqatda borganmiz Besharqa uloqqa. Haqiqatdan hamchi 500 ta bu Qo'qon depara zonasida hamma rayonlar 2 kundan bersa, Beshariq 3 kun berardi, bilasizlar buni, ha? 3 kun berardi Beshariq. Shunda 500 ta ot yig'iladi. Eng ko'p ot Beshariqqa yig'iladi. Chunki Ispara yaqin, Bag'dod Tojikistondan o'tib kelardi, ha. Keyin ashu o'tardi to'ppa-to'g'ri через parom. Endi hali joyda otni bunday 500 ta ot bo'lsa, 500 ta ot ham bu ot ham bir turibdi-da. Amirbo hali atlas qiyoqda salla qilib olgan, qora lastunni yangi kelgan ot, endi haqiqatda kelgan ot. Yuribdi buni qarab. Shunda Do'sanaboy xaridor bo'ldi otga. Do'sanaboy, o'sha Sulaymonni nimasi? Qaynatasi. Keyin shu bilan uloq tugadi. Amirbo endi biz oldimizdan ketmayapti. Mo'mbom bor, Mamajon bor, hammasi bor, turibmiz. Mashinaga yuklab kelish kerak. O'sha 3 ta ot borgan. Amirbomi oti, Mo'mbom 2 ta oti, 4 ta, 3 ta ot ekan. Yuklash kerak, qarab turilibdi. Keyin Do'sanaboy keldi. Do'sanaboy kelib bir pachka 10 so'mlikni, 100 so'mlikni beliga tugib kelgan ekan. 10 minggacha olaman shu otni. Agar mabodo 10 mingni ortib qilsa ham, hali o'g'liga aytgan ekan, borib pulni olib kelasan degan ekan. Keyin shu bilan boshlandi. 3200 so'mga menga baraka bo'lgandi, muombatdilar. 100, 200, 300, 500 qo'yib bordi. 6800 ga kelganda Amirbo o'zini yo'qotib qo'ydi. Katta pulda. 78-yildaga. Keyin Amirbo o'zini yo'qotib qo'ydi. Mamajon aka nima qilay dedi. Mamajon bom ajoyib odam bitta qarasam deydi, bu lo'liga pul o'tib ketyapti deydi. Fit dedim deydi. Bu yerda turibmiz-da biz. Fit dedi. Berib yuboraver debdi-da endi. Bor baraka dedi Amirbo. Bor baraka dedi. Otni afzallarni almashtirib hali joyda. Bilvoqni yechdi. Bir pachka 100 so'mlik dori shitir sarab berdi. Amirbo Xudo rahmat qilsin. U ham qiyiqqa tugib, aynaqa urab, biliga nimalarni yechib ahkam qilib, hali joyda endi o'shanda Do'sanaboyga men birinchi marta ko'rganman, shu depara zonada
ot shuncha pulga sotilganida O'sha eng qimmatga Eng olgan. qimmat o'sha. o'sha ot bo'lgan, to'g'ri. Keyin hatto zo'rlik qildida, haqiqatdan ham Ammo u ham bo'sh kelgan. Sharob akalar, o'sha sharob polvonlar chopdi. Bu ali tepadan pastga qo'yib yuborganlar. Qora yo'llarni qayerda edi? Qora mozorda. Qora mozorda tepadan. Tarixda qolganda. Musulmon qilgan. Agarda o'sha otni pastga qarab qo'yib yuborganda, agar misol qoqinib ketgidek bo'lsa, nafaqat odam ham parcha-parcha bo'lib ketadi. Agar ot tezligi rais bu. 60 bo'lsa, 80 da tushyapti hisoblayvering. Ana shu ko'z oldimda turibdi, mana shunday spustda adir. Otni hali rasmlarda ko'rsatadi-ku, qulog'idan oshirib, ashina bo'lib tushyapti, mana shunaqa tushib, qulog'idan bir qarz oldi oyog'i tushib, mashinada spustda, qarang. Shunda tushyapti. Agar tezlik reklama bo'lganda. reklama bo'lgan. Endi shunaqa xuddi O'sha yerga chiqqanda. ha. Hali bilasizmi? Bunday Xiyalab. Ko'payga ekan, sharoblar, sharob aka. Ko'payga bor to'xtab, sho'qida. Sho'qqa avval shunday to'xtadi, yana 100 ko'rsatdi. To'xtab. Ana ko'payga o'zini terini orsidida, bir pas turdi. Bir minut turdi. Shunday qarab qoldi. Mingta ottirdi. Pastga qarab qo'ydi yo'q. Qamchi urib tushyapti. Qamchi qanday shular qo'shib yubordi. Marrani ochib qo'ygan. Marrani ochib yubordi. Agar ro'parasidan kelgan otni ursan, dabdalasi chiqarib ketadi. Tirik qoladi. Вообще odam parcha-parcha bo'lib ketadi uni tezligi. Endi bu atayin qilinmaydi-da. Bu qoldi men. Shuna bo'lib qoladi. Endi xuddi o'shanaqa nimada Konsoyda ali qo'ldosh to'yda Ortiq akamni oti to'riq bo'ri tashagan, avaz bo'rilar. Bu avaz polvonni ukasi bo'ri tashagan. Xuddi o'sha syomkasini men iltimos qildim shulardan. Bo'lsa nima qilinglar? Xuddi o'shanaqa bo'lganda bu ham. Lekin Sharob akamni boyboni o'shani ham ko'rolmas ekan, o'shandachi. Ha, shu. To'z qara deyapti. To'z endi o'zini vat yuribdi. Ya bu. Endi hali baxillik bor ekanda. Bor. Zo'r olaveradi. Nimaga boribdi bular? Do'lani Oqtoqqa boribdi. Valjon akani qora otini olib borgan ekan dushanbadan keyin. Chopibdi. Keyin ulfatchilik qilishibdi. Keyin borib musulmon qulakaga aytdiki, musulmon Oqtoqqa bormadi. Bir domla bor ekan, keldi, qora oti bor ekan, zo'r ulfat odam ekan desa. Ana yo'lda kim bu? Qarab. Bu Ermat. Hali domlalar. Ha, do'lana, bu do'lana. Mana chetdan-da bu. Degan bo'lish kerak. Musulmon qilagan to'yindi. Solaxon musulmon qilagan to'yda bormidi? Ha, nima tikkan? O'g'lini tikkanda. Musulmon qilagan shu qayda bir Do'lanada. Do'lanada. Respublika boshlig'i bo'lardi. Tojikistonda. Yaxshi mehmondo'st odam. Shu o'laq bo'ldi. O'laqqa oxirida bir egallangan ot tikdi. Shuni ustida o'g'li bini yuribdi. To'ybalar. O'zi bir dona o'g'il, Xudo berdi. Endi o'sha otga juda qattiq bo'ldi oxirida. Marra qattiq bo'lganda 2-3 martadan chiqmayapti, yarim soat o'tdi, 1 soat o'tdi. Musulmon qilaga mana shu ustida turgan balani ham tikdim dedi. O'zini bolasi. O'sha o'g'il bir dona o'g'ilni tikdi. Shunda aytdiki, kuchim yetsa ajratib olaman, kuchim yetmasa qo'y molingni boqib yuraveraman. Shunda shu Angren Tamratdan ballar shuni 2 kishi birga bo'lib tashlab oldi. Adreslaka. Bitta qo'y so'ydi, boshdan oyoq sarpoq qildi. Tilak-tilaging dedi musulmonlarga. Yo'lda hali nomeri ham yo'q. Yangi neva meni yurgan ekan, nevani kalitini berdi. Kinshetda Sobir aka aytdiki, sud uyat bo'ladi dedi, sizlarga boshqardi. Mashina qilib beradi. Shunda kim bitta yangi 06 mashinani pulini berildi ikkovga. Kim tashlab olgan o'shani endi? Shu Angrenni bala tashlab olgan. Rustam tashlagan. Rustam tashlab olganmi? Tashlab olgan. Bitta mashina olib borib bergan, bitta mashina. Avjazda Rustam va boshqa Rustam tashlagan. O'sha boshqa u vaqtda u. Ular.
Ular yosh bola edi. O'g'lini tikkan odamni shunda ko'rdim. Juda mard odam edi. Bola tikkan. Bu tantilikda bu. Yo, o tantalik. Vajohatli odam edi-da. Bu kun oldidan o'zi lesxozera qo'lda qo'shdan miltib, oldidan bo'ri chiqib qoldi. Musulmon qilagan. Bo'ri unga qarab turibdi, bu unga qarab turibdi. Ikkita o'q solingan turibdi deydi. Otsam deydi, otilmay qolsa-chi deyapman-da deydi. Birinchi marta deydi, shunaqa bo'lyapman. Bo'ri ham turaverdi, men ham turaverdim deydi. Kim bo'ri bunday qayrilib ketdi deydi. Otmadingizmi desam, otolmadim dedi. Shunda birinchi martada do'g'im yetmadi dedi. O'zing ko'zlarim bu bo'ri ko'z odamida, mard odam edi. Mard odam edi. Ammo lekin Buni qilgan ishlari ko'p. Bu Qilgan baliq ishlar- o'z ekan, shuni bilmadi. O'rtoq. Gaplashdingiz bu odam bilan? Keyin Gaplashdingizmi? Gaplashib keyin rasmga olganman-da. noto'g'ri otga mindiribdi-da endi. Qo'chqor akam dedi, shunda o'ksamay Sobir akam dedi. Qo'lini olib ketib qoldi mashina orqaga. Mashina turibdi endi. Qo'l orqada dedi. Buni oti ba'zi turibdi, buniki ba'zi. Bu ot qo'chqor taydiga ot chatadi. Qo'chqor akam shunda o'shani boshini aylantirib, o'shani qortoli oqtardi dedi. O'sha yerda dedi, qo'chqor ketyapti dedi. O'zim ham eshilib ketibman dedi. Yonida O'ktam aka, Sobir aka bunday qilib qo'ydi dedi. Men aytayapman, qo'lini Sobir aka qattiqdan ajratib oladi deyapman-da dedi. Qo'l orqaga ketib qolgan. Shunda da ajratib oldi dedi. Nimaga ham yaxshi tushar ekanda, qo'chqor ekan. ha, u Qo'chqor akam O'rinboyalik, Anarvoy bo'y bor-u, nima yo'q, opoqiz Qo'chqor akamlar ham nocha odam bo'lishgan ekanda. Ko'rganman. Bu yerda cho'tir sarvar odam edi. Ko'rganman, gaplashganman, qo'ralayinda bo'lganman Bag'dodda prosta. O'sha O'rinboyga nima Qo'chqor akamlar ham o'zini davrida opoqiz katta bo'lgan ekanlar, nocha bo'lgan ekanlar. Ana uni olib kelmabsan-da. Qaysi? Mehmonlar duo qilaveramiz, ha? Bismillahirrohmanirrohim. Yo Rabbim, ushbu Ramazon muborak oylarida duolarimizni ijobat qilgin, bu bosib kelgan mehmonlarimizni qadamlariga ajr azimlar ato aylasin. O'tgan qadrdon birodarlarimiz, Otovoz akalarimiz, Polvon akalarimiz, xususan Qo'chqor akamizni Alloh rahmat qilsin. Ularning farzandlari, nabiralari o'zlaridan-da ziyoda polvonlar bo'lib, el haqda yurtiga, xalqiga, ota-onasiga xizmat qiladigan zabardast zo'r yigitlardan bo'lsin. Allohim ikki yurtni podsholariga ham tinchlik, xotirjamlik ato etsin. Borda-kelligimizni, qadrdonchiligimizni, yor birodar do'stligimizni Alloh abadiy qilsin. Kelganlaringni bosib kelgan qadamlaring ajr azimlar ato aylasin. Ilohim qalblarimizda nimaki shar'iy o'ylagan niyatlarimiz bo'lsa, o'zini noilini musharraf qilsin. Va sallallohu ala sayyidina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rohimin.